Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatika darsimizning 34-darsini o'qiymiz. Biz bugungi darsimizda sifatul mushabbihani o'qiymiz. Hamda sifatul mushabbiha degan nima deganda buning so'z tarjimasi o'xshag'ich sifat degan gap. Bu nimaga o'xshag'ich sifat deganda bu ismi fa'il o'xshag'ich sifat. Ya'ni ismi fa'il bir ish harakatni olib borgan kishiga qaratilgan bo'lsa, sifatul mushabbihami shu bir ish harakatni ebbagan kishiga qaratiladi. Unda o'zi bu ikkisining farqi nima? Nima uchun bu ikkilisini ism fa'il yoki ikkilisini ism mushabbiha demaymiz? Birini ism mushabbiha, birini ism fa'il deb ayiramiz deganda, bunda bir qancha xil sabablar bor. Hamda arab tilidagi fe'llar, ba'zi fe'llar bor. Biz o'zimizning qizg'inlik bilan qiladigan. Masalan, kataba desa yozdi. Bu yozish deganda bir odam o'zi qizg'inlik bilan qana qiladi, o'zining rag'bati bilan yozadi. O'ltidi, qopdi, mangdi. Mana bu fe'llarni biz deymiz, odamdan yuz beradigan, odamningki rag'bati bilan yuz beradigan fe'llar deb ataymiz. Endi yana bir bo'lak fe'llar bor, bu odamning rag'bati bilan yuz bermaydigan, ya'ni bunda odamning hech qanday bir nima solmaydigan, qudrat olmaydigan fe'llar bor. Masalan, go'zal bo'ldi, botir bo'ldi deganga o'xshash. Bir odam men botir bo'lay deb bo'lanmaydi. Bir odam men go'zal bo'lay deb bo'lanmaydi. Demak, mana shu nuqtadan arab tilidagi fe'llar odamningki rag'bati bilan bo'ladigan fe'llar va odamningki rag'bati bilan, irodasi bilan munosibsiz bo'lgan fe'llardan ikki turga ayirib tushunsanlar bo'ladi. Biz ismi fa'ilni odamning rag'bati bilan o'zi xohlab qilgan fe'llardan chiqaramiz. Masalan, o'ltug'uchi, jalisu. Jalasa degan o'ltirish degan bir odamningki o'zi xohlab bo'ladigan ish. Demak, biz ismi fa'ilni odamning rag'bati bo'ladigan fe'llardan chiqaramiz. Sifat mushabbihancho desa bu odamning rag'bati bilan munosabatsiz bo'lgan fe'llardan chiqaramiz. Masalan, jamilun chiroyli, shujaun botur, hasanun go'zal. Bu go'zallik, boturlik degan sifat mushu odamda bor. Ya'ni mushu odam olib borgan bir sifat. Ammo bu go'zallik, chiroylilik, boturlik degan bu sifatlar odamning rag'bati bilan bo'lgan sifatlar emas. Demak, ismi fa'il deganimiz bu odamning rag'bati bilan bo'ladigan fe'llardan chiqariladi. Sifat mushabbihachi bu odamning rag'batiga munosabatsiz, odamda yuz beradigan fe'llardan chiqariladi. Biz yana bir xil tushuntirsak, ismi fa'il degan odamda vaqtliq yuz beradigan hodisani ko'rsatadi. Biz ism fa'ilni ismatni tushunadigan vaqtimizda bima'nal hudus degan, ya'ni hodisa, vaqtliq yuz beradigan hodisa ma'nosi bor. Masalan, jalisun o'ltirg'uchi, katibun yozg'uchi, daribun urg'uchi. Bu urush, yozish degan bu sifatlar odamdan bir vaqtliq yuz beradigan hodisa. Ammo sifat mushabbihachi bu odamda davom bo'ladigan sifatlarni ko'rsatadi. Jamilun chiroyli, bu chiroyli degan endi vaqtliq bo'ladigan bir hodisa emas. Botur, shujaun, hasanun. Demak, sifat mushabbiha degan bir ish harakatni davom yo'liga asosan, davomliq olib borgan, davom yo'liga asosan bir ish harakatni olib borgan kishiga dalolat qilish uchun chiqarilgan ism. Mana bu ism fa'il bilan sifat mushabbihaniki ozroq farqi. Hamda sifat mushabbihaniki o'lchamlik tushuntirilishi, sifat mushabbiha deganimiz ismun mushtaqun min fi'lin lazimin liyadulla ala man qama bihi al-fi'l bima'na thubut. Haqiqata sifat mushabbiha deganimiz lozim fe'ldan u fe'lni ebbagan kishiga dalolat qilish uchun, thubut ma'nosi bilan dalolat qilish uchun chiqarilgan ism. Fe'l lozimdan, ya'ni lozim o'timsiz fe'ldan fe'lni ebbagan kishiga subut ma'nosi bilan bildirish uchun chiqarilgan ism. Demak, buni ism fa'ilga yana bir o'xshamaydigan tarafi, bu qanday fe'ldan chiqadi ekan? Lozim fe'ldan chiqadi. O'timsiz fe'ldan chiqadi. Ya'ni maf'ulga o'tmaydigan fe'llardan chiqadi. Mutaaddi fe'ldan faqat chiqmamdi desa, chiqadi. Mutaaddi fe'ldan arablarning anglag'inimiz bo'yicha chiqadi. Biz uni o'lchimini bilmaymiz. Arablar agar shunday ishlanib qolgan bo'lsa, ha chiqdi deymiz, lekin qoida bo'yicha chiqmaydi. Qoida bo'yicha lozim fe'ldan chiqadi. Ammo ism fa'ilchi lozim fe'ldan chiqadi, mutaaddi fe'ldan chiqadi. Masalan, hasanun, shujaun desak, go'zal, shijoatlik, botur bo'la hammasini sifat mushabbiha deymiz. Chunki go'zal degan bir go'zallikni ebbaga odamni bildiradi. Shunday shujoatchi boturlikni qilgan, boturlikni ebbaga odamni bildiradi. Demak, bu ish harakatni ebbaga odamni bildiradi. Lekin bu ish harakat qaysi xil yo'lga asosan? Davomli yo'lga asosan.
vaqtliq hodisa yo'liga asosan emas. Katib, barib deganga o'xshagan vaqtliq hodisa sifatida emas, davomliq bo'lish sifati bilan harakatni olib borgan kishiga dalolat qilish uchun lozim fe'ldan chiqqan ism deymiz. Unda bo'lsa biz sifat mushabbihani nimaligini bildik. Buning o'lchami qaysi xil o'lchamda chiqadi deganda, buning o'lchamini biz sulati mujarrad fe'ldan unda 3 xil o'lchamda chiqaramiz. Deydi awzanuha min sulati'il mujarrad al-lazim alladhi ala wazn fa'il qiyasan ala thalathati awzan. Hamda onun vaznlari, o'lchamlari sulati lozim bo'lgan mujarrad fe'ldan qanday fe'ldan desak, hamma fe'ldan bo'lsa fa'ila yaf'alu. Fa'ila ya'ni ayni zuru qilgan fe'ldan qiyasan qoida bo'yicha 3 xil o'lcham ustiga bo'ladi. Demak, bu sifat mushabbiha sulati mujarrad lozim fe'l. Sulati mujarradniki lozim fe'lniki fa'ila o'lchamidan 3 xil o'lchamga asosan chiqadi. Masalan, af'alu o'lchamiga asosan chiqadi. Birinchi o'lchamchi af'alu. Bu fa'ila yaf'alu degan fe'ldan chiqqan. Uning muannisi shu fa'la'u o'lchamiga chiqadi. Fa'la'u. Bu qaysi fe'llardan bundoq chiqadi deganda, fima dalla ala lawn. Rangi dalolat qilgan fe'ldan, masalan, ahmar. Ahmar degan masalan hamira yahmaru degan fe'ldan chiqqan. Af'alu o'lchamida hamira qilgan fa'ila o'lchamida kelgan fe'l. Qaysi o'lchamda? Af'alu o'lchamida. Demak, birinchidan rangni bildiradigan fe'ldan chiqadi. Ikkinchidan aybni bildiradigan, masalan, a'ma deganga o'xshagan. Uchinchidan tashqi zinnatni, hilya zohira, tashqi zinnatni bildiradigan fe'llardan af'alu o'lchamiga asosan chiqadi. Bu rangni bildiradigan, aybni bildiradigan, tashqi zinnatni bildiradigan fe'llarningki, hozir biz af'alu o'lchamiga asosan chiqadi deganimizning hammasi fa'ila o'lchamida kelgan. Masalan, ahmar hamira, a'ma amiya, akhalchu kahila. Hammasi fa'ila o'lchamida. Demak, sulati mujarrad lozim bo'lish bilan birga fa'ila o'lchamidan bo'lishi kerak. Mushunda bo'lgan vaqtda bu 3 xil o'lchamda chiqadi. Birinchisi af'al o'lchamida. Xuddi ahmaru deganga o'xshash, aib ni bildiradigan fe'llar a'ma, a'raj deganga o'xshash, tashqi zinnat akhalu ahvar deganga o'xshash. Demak, bu yerda ahmar degan nima? Qizil, shundaqmi? Qizil. A'ma qarg'u, ya'ni qarg'ulikdan iborat bir ish harakatni olib borgan kishini bildiradi. Akhaluchu surma tatqadanni bildiradi, surma tatilgan ko'zni bildiradi. Ha, surma tatilgan ko'zni bildiradi. Demak, hammasi sifat mushabbihalar. Bu yerdagi surma tatilgan ko'z, bu yerda akhal degan ko'pincha holda ma'lum. Tug'ma surma tatqandek turadigan ko'zlar bor, shuni qartiladi. Shunga biz bayatligimizda o'zining rag'bati bilan bo'lmaydigan dedik-ku. Demak, tug'ilma bir o'zi tatqan emas surmani. Tug'ilma surma tatqanda ko'rinadigan ko'zlarga akhal degan bu sifat mushabbihacha ishlatiladi. Hamda ikkinchi xil o'lchami fa'lanu. Sulati mujarrad lozim bo'lgan, ya'ni fa'ila o'lchamida kelgan sulati mujarrad lozim bo'lgan fe'ldan sifat mushabbiha ikkinchi qilib fa'lanu o'lchamida chiqadi. Fa'lanu o'lchamida. Bu fa'ila degan fe'lning bobidan chiqadi. Uning ayolliqicha fa'la bo'ladi. Bu qanday fe'llardan shu bo'yicha chiqadi deganda, fi ma dalla ala huluvin. Ya'ni bir bo'shliqni bildiradigan fe'llar. Bo'shliqni bildiradigan fe'llar deganimiz, masalan, och desak, quzoq bo'sh tomoqdan. Susiz desak, bu sudun quzoq bo'sh deganga o'xshagan. Masalan, atisha usudi degan fa'ila bobidan kelgan atisha degan fe'ldan fa'lanu o'lchamida atishanu chiqadi. Atishanu bu yerda fa'lanu o'lchamida kelgan sifat mushabbiha deymiz. Jav'anu deganga o'xshagan. Aw imtila yoki bir to'shashni, to'shqinlikni bildiradigan fe'llardan chiqadi. Shab'anu deganga o'xshagan. Shabi'a yashba'u degan fe'ldan chiqqan. Ya'ni shabi'a bobidan chiqqan. Fa'ila bobidan. Shabi'a degan fe'ldan fa'lanu o'lchamida shab'an chiqqan. Ayollikcha shab'a yoki ichki qiziqlikni, kasaldan boshqa ichki qiziqlik, haroratni bildiradigan fe'llardan chiqadi. Masalan, g'adban
Bu çok gadibe degan fa'ila babini kelgan fe'l fa'lani o'lchamiga asosan sifat mushabbiha chiqdi deymiz. Endi üçüncü xil o'lchami sifat mushabbihaningki fa'ilun. Bu fa'ila babidan chiqadi. Buning ayolliqi fa'ilatun. Endi bu qanday fe'llardan chiqadi deganda fi ma dalla alal adwa'il batiniya. Bu ichki kasallarga bildiradigan, ichki kasallarni bildiradigan fe'llardan chiqadi. Masalan, vaji'un og'riq deymiz. Bu ichki og'riq shunday-ku. Bu vaji'un degan fa'ilin o'lchamida chiqqan sifat mushabbiha deymiz. Vaji'a yuja'udan chiqqan. Maghisun bu qo'zoq og'riq degan gap. Avil adwa'ul xilqiyya yoki yaratilishdan iborat xilqiy bo'lgan kasalliklarni bildiradigan fe'llardan chiqadi. Masalan, qaliqun degan gap ansizlik, ya'ni ansiguchi, qo'qqchi degan gap, ansiz bo'g'uchi, qo'qqchi degan gap. Demak, bu xilqiy bo'lgan bir xil kasallikni ko'rsatadi. Yoki g'am qayg'uni bildiradigan fe'llardan chiqadi. Masalan, farihun yoki xushallik yoki cho'q g'am qayg'uni bildiradigan fe'llardan. Masalan, hazinun, farihun hammasi fa'ilun o'lchamida chiqqan fe'llar. Bu qaysi babdan? Fa'ila babidan. Fariha, hazina, ya'ni fariha yafrahu, hazina yahzanu degan o'xshaydi. Demak, fa'ila babidan bo'lgan, ya'ni birinchidan ichki kasalliklarga, ikkinchidan xilqiy bo'lgan kasalliklarga, uchinchidan xushallik yoki g'amni bildiradigan fe'llardan fa'ilun o'lchamiga asosan sifat mushabbiha chiqadi deymiz. Demak, mana bu af'alu ayolliqi fa'lau bo'lgan af'alu. İkincisi fa'lanu ayolliqi fa'la bo'lgan fa'lanu. Uchinchisi fa'ilun, mana bu o'lchamlar sifat mushabbihaning o'lchami. Qaysi fe'ldan chiqadigan o'lchami deganda, saf 3 harflik lozim bo'lgan fe'lning ichidan fa'ila babidan chiqadigan o'lcham. Fe'lningki sulasi mujarrad 6 bobi bor shunda. Shuning uchun fa'ila babidan chiqadigan o'lcham. Bunda bo'lsa bu sulasi mujarradning hammasi emas ekan texe. Faqat sulasi mujarrad babiningki fa'ila o'lchamidan shu o'lchamda chiqadi ekan. Bundan boshqa bablardan, bundan boshqa fe'llardan qanday chiqadi? Ya'ni 3 harflikdan ortiq bo'lgan fe'llardan yoki 3 harflik bo'lsa-mu fa'ila emas, fa'ala yoki fa'ula bo'lgan bu bablardan qanday chiqadi deganda, uningki sifat mushabbihasi sama'i bo'ladi. Har xil babdan chiqadi, u sama'i bo'ladi. Biz uni tuanda so'zlaymiz. Endi sifat mushabbihaningki sulasi mujarrad bo'lgan fe'ldan, sulasi mujarrad lozim bo'lgan fe'lning ichidan fa'ila babidan mushu 3 xil o'lchamda chiqadi dedik. Unda bo'lsa, bu sulasi mujarrad babi 6 bab. Bu fa'ila babidan mushu bo'yicha chiqadi ekan. Fa'ula yoki fa'ala babidan qanday chiqadi deganda, u har xil o'lchamda chiqadi. Uni biz sama'i shaklda bilamiz. Ya'ni arablar qanday chiqqan bo'lsa shunda bo'yicha chiqaramiz. Uningki muqimisi yo'q, vaznisi, o'lchami yo'q. Unda bo'lsa, sulasi mujarradningki fa'ila babining boshqasidan shunda bo'ldi ekan. Sulasi mujarradning boshqasidan qanday bo'ldi umuman? Ya'ni sulasi mazid, ruba'i mujarrad, ruba'i maziddan qanday chiqadi deganda, bunda ismi fa'il shaklida chiqadi. Endi deydi, sifat mushabbiha o'zining fe'lining amalini ismi fa'ilda so'zlangan shartlarga asosan o'zining fe'lining amalini qila oladi. Sifat mushabbiha o'zining fe'lining amalini qila oladi. Wa min ghayri sulasi al-mujarrad ya'ti ala wazn ism fa'il. Endi sulasi mujarradning boshqasidan ism fa'il o'lchamidachi sifat mushabbiha chiqadi. Masalan, i'tadala ya'tadilu degan bu fe'ldan 3 harf ortiq shundaqo. Bu fe'ldan mu'tadilul qama debchi muzab bo'lgan holda chiqadi. Mu'tadilul qama. Mustaqimus sirat deganga o'xshagan, mushu bo'yicha chiqadi. Ammo fe'l 3 harflik, ammo fa'ila babidan emas. Fa'ula yoki fa'ala babidan bo'lib qolsa desa, idza kana al-fi'lu ala wazni fa'ula, agar fe'l fa'ula babidan bo'lib qolsa yoki fa'ala babidan bo'lib qolsa, tusaghu sima'an ala awzanin mukhtalifa. Bu sama'i shaklda xilma-xil vaznlar bilan chiqadi. Masalan, birinchisi fa'il o'lchamidan chiqadi. Biz buni arablardan shunda anglagan. Qaysi fe'l shunda chiqqan? Azimun. Buni biz mushabbiha deymiz. Qaysi fe'ldan? Bu azuma degan fe'ldan. Azuma, ya'ni fa'ula babidan. Fa'al o'lchamida chiqadi.
faal, fual ölçümünde çıkıdı. Mesela şuca degenge o'xshagan, şuca degan faal ölçümünde çıkan. Qaysi fe'ldan chiqqan bu? Shaju'a, bu fa'ula babidan. Fa'alun ölçümünde mi chiqadi? Mesela hasanun degenge o'xshagan. Bunun fe'lichi hasuna, fa'ula babidan. Fa'ulun ölçümünde chiqadi, vaqurun degenge o'xshagan. Bu vaqara, ya'ni fa'ala babidan. Fa'alun ölçümünde mi chiqadi? Xuddi sa'bun degenge o'xshagan. Bu sifat mushabbiha, bu sa'uba, ya'ni fa'ula degan bo'pti. Demak, agar fe'l fa'ila babini bo'lib qolsa, biz yuqorida so'zlagan af'al, fa'lan, fa'ilun ölçümünde chiqadi, sifat mushabbiha. Agar fa'ila babini bo'lmay, fa'ula yoki fa'ala babini bo'lib qolsa, bu simoiy shaklda har xil chiqadi, biz yuqorida so'zlagandek. Va biz so'zlamagandan boshqa shaklda chiqadi. Bu simoiy, ya'ni biz anglab bilamiz. Endi biz sifat mushabbiha bilan tanishib bo'ldik. Endi sifat mushabbihamu o'zining fe'lining amalini qiladi dedik. Unda bo'lsa, u sifat mushabbihaningki ma'muli, ya'ni amal qilib ta'sir ko'rsatgan ismning ahvoli qanday bo'ldi deganda, ahvalu ma'mul as-sifat al-mushabbaha. Ahvalu ma'mul as-sifat al-mushabbaha. Sifat mushabbihaningki ma'mulining ahvoli bunda 6 turlik bo'ladi. 6 turlik bo'ladi. Masalan, birinchisi yakun al-ma'mul muqtarinan bi al. Ma'mul alif lam bilan birikkan holda bo'ladi. Masalan, hasanul wajhi yoki hasanul wajha. Buni qanday o'qiganligimizni bilan so'zlaymiz. Demak, bu yerda hasan degan nima u? Mushabbiha, al-wajhatu ma'mul. Bu yerda ma'mul birinchi holat qanday keldi? Alif lam bilan keldi. Ikkinchisi ma'muli alif lam bilan kelgan ismga muzab bo'lib keladi. O'zida alif lam yo'q, lekin alif lam bilan kelgan bir ism uchun muzab bo'lib keladi. Masalan, hasanun wajhul abi deganga o'xshaydi. Hasanun wajhul abi. Demak, bu yerda hasanun degan sifat mushabbiha, wajhu buningki ma'muli. Endi bu yerda bu ma'mul alif lam bo'lgan ismga muzab bo'lib keldi. Ya'ni wajh muzab, al-abchu muzafun ilayh bo'ldi. Mana ikkinchi holati ma'mulninki muzab bo'lgan bir ismga alif lam bilan kelgan bir ismga muzab bo'lishi. Ma'mulninki alif lam bilan kelgan ismga muzab bo'lishi. Uchinchi holati ma'mulninki mavsufning domirasiga, ya'ni mavsufga qaytadigan sifat mushabbiha sifatlab kelgan, ya'ni mavsufga qaytadigan domirga muzab bo'lib keladi. Masalan, hasanun wajhuhu desam, bu yerdagi wajhu degan ma'mul, hasanning ma'muli, hu degan, ya'ni hasan deb sifatlagan beshidagi mavsufga qaytadigan domirga nima bo'ldi? Muzab. Bu yerdagi wajhuhu hu degan domirga muzab bo'ldi. Bu hu degan domir nima qaytadi? Hasan sifatliga ismga qaytadi. Masalan, Zaydun hasanun wajhuhu desam, bu yerdagi hu degan domir zaydga qaytadi. Demak, bu yerda hasanning ma'muli bo'lgan wajhu mavsufga qaytadigan domirga nima bo'ldi? Muzab bo'ldi. To'rtinchisi ayyakun al-ma'mul mudafan ila mudafin ila damiril mawsuf deydi. Faqat ma'mul mavsufning domirisiga mudaf bo'lganga muzab bo'lib keladi. Masalan, hasanun wajhu abihi desam, bu yerdagi wajhu degan ma'mul, hasanning ma'muli mavsufga qaytadigan hi degan domirga muzab bo'lgan ismga nima bo'ldi? Mudaf bo'ldi. Ya'ni mavsufga qaytadigan domirga muzab bo'lgan ismga mudaf bo'ldi. Demak, ma'mulninki mavsufning domirisiga mudaf bo'lgan ismga mudaf bo'lgan holatda keladigan shakl. Beshinchisi ayyakun al-ma'mul mujarradan min al dun al-idafa. Ma'mul alif lamdan xoli izofat bilan billah. Ya'ni izofat bilan keladi, lekin alif lamdan xoli keldi. Bu bir xil kelish holati. Masalan, hasanun wajhu abin. Ya da wajhu degan ma'mul alif lamsiz keldi, ammo izofat bilan keldi deymiz. Oltinchisi ayyakun al-ma'mulu mujarradan min al wal idafa. Ma'mul alif lamdan va izofatdan xoli bo'lish. Alif lamsiz ham izofatsiz. Masalan, hasanun wajhan, Zaydun hasanun wajhan.
Buradaki vajhan degan ma'mul ham izofasiz ham aliflamsiz keldi. Demak, sifat mushabbihaning ma'muli mana shunda 6 xil holatda keladi. Birinchisi aliflamliq keladi. Ikkinchisi aliflamliq ismga muzab bo'lib keladi. Uchinchisi mavsufga qaytadigan damirga muzab bo'lib keladi. To'rtinchisi mavsufga qaytadigan damirga muzab bo'lgan ismga mudab bo'lib keladi. Beshinchisi bu sifat mushabbihaning ma'muli izofatlik va aliflamsiz keladi. Oltinchisi hem izofatsiz hem aliflamsiz keladi. Mana shu 6 xil holatda keladi. Biz endi sifat mushabbihaning ma'mulning ahvolini bilib qo'ygandan keyin bu ma'mulni qanday o'qiymiz? Muzofun ilayhda zero qandoq yoki maf'ulda zero qandoq yoki fa'il qilib shu qandoq biz bu haqda so'zlaymiz. Endi awjuhul i'rob fi ma'mul sifatil mushabbaha. Sifatil mushabbihaning ma'mulidagi i'robning yo'llari. Endi biz sifat mushabbihaning ma'mulining 6 xil holatini bildik. Ammo sifat mushabbihaning holatini o'qimadik. Sifat mushabbihaning holati 2 xil keladi. Ya aliflamliq keladi yoki aliflamsiz keladi. Biz bu nuqtadan ikkiga ayirib so'zlaymiz. Idza kanat sifatul mushabbiha biduna al, agar sifat mushabbiha aliflamsiz bo'lsa, uning ma'mulida 3 xil yo'l to'g'ri. Ya'ni biz uning ma'mulini 3 xil yo'lga asosan i'rob berib 3 xil harakat qilsak bo'ladi. Masalan, sifat mushabbiha aliflamsiz bo'lsa, uning ma'mulida 3 xil yo'l to'g'ri dedik. Birinchisi ar-raf'. Pash o'qisak bo'ladi. Sifat mushabbihaning ma'mulini pash qilsak bo'ladi. Buni pash qilgan vaqtimizda nimalikka asosan pash qilamiz? Xo'sh, pash qilsak bo'ladi ekan. Nimalikka asosan desab, alal fa'iliyya, pashlikka asosan. Bu yerdagi sifat mushabbihaninki nimasini ma'mulini fa'il deymiz. Sifat mushabbiha o'zining fe'lini amalni qildi, keyindan kelgan ma'muli fa'il bo'ldi deb fa'ilga asosan pash o'qiymiz. Masalan, Xolidun hasanul vajhu desak, Xolid uning yuzi chiroyli bo'ldi desam, bu yerda al-vajhu degan hasan degan sifat mushabbihaning ma'muli fa'ilga asosan pash o'qildi deymiz. Uning fe'li cho desa, hasan degan sifat mushabbiha o'zining fe'lining amalini qilib, al-vajhuni pash qildi fa'ilga asosan deymiz. Ikkinchisi Xolidun hasanun vajhuhu. Demak, birinchisida sifat mushabbihaning ma'muli aliflamliq keldi. Bunda fa'ilga asosan pash qildi. Ikkinchisida sifat mushabbihaning ma'muli mavsufga qaytadigan, ya'ni Xolidga qaytadigan damirga muzab bo'lib keldi. Bunda bu fa'ilga asosan ma'mulni nima qilsak bo'ldi? Pash qilsak bo'ldi. Xolidun hasanun vajhuhu desak bo'ladi. Uchinchi xil holat qaysida? Sifat mushabbihaning ma'muli aliflam bo'lgan ismga muzab bo'lib kelish. Mana al-abu degan aliflam bo'lgan ismga bu yerdagi vajhu degan sifat mushabbihaning ma'muli muzab bo'lib keldi. Bunda holatda bu vajhuni fa'ilga asosan pash qilsak bo'ladi. Xolidun hasanun vajhul abid. Undan keyin Xolidun hasanun vajhu abin. Demak, bu yerda sifat mushabbiha aliflamsiz bo'lgan bir ismga nima bo'lib keldi? Muzab bo'lib keldi. Aliflamsiz bo'lgan ismga muzab bo'lib keldi. Bu holatda mu pash qilib fa'ilga asosan pash qilsak bo'ladi. Xolidun hasanun vajhu abin. Oxirgi ko'rinishi Xolidun hasanun vajhu abin. Ya'ni 6-xil holat, 5-xil holat qaziydi o'zining mavsufiga qaytadigan damirga muzab bo'lgan ismga mudab bo'lishi. Ya'ni ma'mulninki mavsufga qaytadigan damirga muzab bo'lgan ismga mudab bo'lishi. Bu yerdagi vajhu abi degan ism uchun muzab bo'ldi. Bu abi degan ism hu degan mavsufga qaytadigan damirga uchun muzab bo'ldi. Demak, bu yerdagi vajhu degan ma'mul mavsufga qaytadigan damirga muzab bo'lgan ismga uchun mudab bo'ldi. Bunda vaqtda uni fa'ilga asosan pash qilsak bo'ladi. Ikkinchisi, ya'ni sifat mushabbiha aliflamsiz bo'lsa, ikkinchi xil holatda zavar o'qisak bo'ladi. Zavar o'qigan vaqtimizda nimalikka asosan zavar o'qiymiz deganda, alat tashbih bi maf'ulun bih. Maf'ulun bihga o'xshatib turib zavar o'qiymiz. Maf'ulun bihga o'xshatib turib. Uni nima uchun maf'ulun bihlik asosan demaymiz? Chunki bu lozim fe'ldan chiqarilgan sifat mushabbiha. Sifat mushabbiha degan nimadan chiqadi? Lozim fe'ldan chiqadi. Lozim fe'l degancha maf'ulun bihga o'tmaydi. Shuning uchun biz buni bu yerda maf'ulun bih deb ochiq demaymiz.
maf'ulun bihi o'xshatib turib zibar qildik deymiz. Agar bu yerdagi ma'mul ma'rif bo'lib qolsa shunday qilamiz. Agar ma'mulcho nakir bo'lib qolsa tamizlikka asosan zibar qilamiz. Tamizlikka asosan. Deydi in kana ma'rif. Ma'rif bo'lib qolsa maf'ulun bihi o'xshatib turib zibar qilamiz. Alat tamiz in kana nakira. Agar nakir bo'lib qolsa tamizlikka asosan zibar qilamiz. Masalan, Xolidun hasanul vajha. Hasanul vajha. Bu vaqtda hasanun degan ism mushabbiha o'zining fe'lini amalni qildi. Bunun tigidagi huwa degan domirasi fa'ili bo'ldi. Al vajhatu maf'ulun bihiga o'xshidi. Shunga nima qilamiz? Zibar qilamiz deymiz. Burada alif lam bilan ma'rif holatga keldi. Shunga maf'ulun bihiga o'xshib turib zibar qilamiz. Xolidun hasanun vajhahu. Buni da maf'ulun bihiga asosan zibar qilamiz, chunki bu domirdan iborat bir ma'rifa ismga muzabbop ma'rif bo'ldi. Üçüncüsü Xolidun hasanun vajhahu. Xolidun hasanun vajhal abi. Bu yerda alif lamni qismidan bo'ldi, izab bo'ldi. Bu yerda mu ma'rif bo'ldi. Shuning uchun bu yerda mu vajhani maf'ulun bihi o'xshatib turib qanday qilamiz? Zibar qilamiz. Xolidun hasanun vajhi abin. Bu yerda ma'mul bo'lgan vajh alif lamsiz ammo izofatli keldi. Bu yerda vajhini qo'yamiz. Xolidun vajha abin. Ha, zibar o'qiladi. Xolidun hasanun vajha abin. Vajhini nimaga asosan zibar o'qildi? Bu yerda maf'ulun bihi o'xshatib turib zibar qo'yamiz. Xolidun hasanun vajha abihi. Bu xil holatda mu vajhani maf'ulun bihi o'xshatib zibar qilamiz. Am 6-chi xil holat qaysi edi? Ham alif lamsiz, ham cho izofasiz kelish. Demak, nakira kelish. Agar nakira kelib qolsa, nimaga asosan zibar qo'ydik? Tamizlik asosan. Shunga deymiz, Xolidun hasanun vajhan deymiz. Bu yerdagi vajhan tamizlik asosan nima qildi? Zibar qildi deymiz. Demak, zibar o'qigan vaqtimizda agar ma'muli, sifat mushabbihaning ma'muli ma'rif bo'lib qolsa, maf'ulun bihi o'xshatib zibar qilamiz. Agar nakir bo'lib qolsa, tamiz deb turib zibar qilamiz. Am 3-chi xil yo'l izofatlikka asosan zibar qilamiz. Muzofun ilayh deb turib zibar qilamiz. Masalan, Xolidun hasanul vajhi. Burada hasanni muzaf, al vajhini mudofun ilayh deb turib zibar qilamiz. Xolidun hasanun vajhihi. Vajhini muzofun ilayh deymiz. Ya'ni u muzaf bo'ladi, hi cho muzofun ilayh bo'ladi. Ham muzaf bo'ladi, ham muzaf ilayh bo'ladi. Xolidun hasanun vajhil abi. Yani bu hasanun mudaf, vajhi cho mudofun ilayh. Vajhi muzaf, al abi cho mudofun ilayh. Xolidun hasanun vajhi abin. Bu yerda mu vajhi muzafun ilayh bo'ladi, ham muzaf bo'ladi. Xolidun hasanun vajhi abihi. Buning uchun o'xshash ham muzaf va muzaf ilayh bo'ladi. Bu yerda biz buni zir qilishimizning sababi muzofun ilayhlik asosan nima qildi? Zir bo'ldi. Mana bu sifat mushabbihaning alif lamsiz kelgan vaqtdagi ma'mulninki ahvoli. Sifat mushabbiha alif lamsiz kelgan vaqtda uning ma'mulini mana shu 3 xil yo'lga asosan o'qig'ili bo'ladi. 3 xil yo'lga asosan i'rob belgili, tarkib belgili bo'ladi. Endi sifat mushabbiha alif lamliq kelib qolsa desa, إذا كانت الصفة المشبهة مقترنا بال يجوز الرفع والنصب في جميع صور المعمول. أجر صفة mushabbiha alif lam bilan birikkan bo'lsa, mushabbiha alif lam bilan birikkan bo'lsa, yajuzur raf'u wan nasb fi jami'i suwaril ma'mul. Ma'mulning hamma ko'rinishlarida uni pash va zivar qo'yiladi. Fa'ilga asosan pash, maf'ulga o'xshab turib zivar qiladi. Ma'mulning hamma ko'rinishlarida deganimiz qaysi 6 ko'rinishining hammasida. Ammo zirni cho desa wal jar fi suratayn faqat. Ammo zirni faqat 2 xil holat bilan zir qiladi. 2 xil holatda zir qiladi. 6 xil holatniki 2 xil holatda zir qilamiz, qolgan 4 xil holatda zir qilolmaydi. Agar mushabbiha alif lamli bo'lib qolsa. Birinchisi pash qilamiz nimaga asosan? Fa'ilga asosan. Masalan, Muhammadun al-hasanul xulqu desak, dedik al-hasanu degan alif lamli kelgan sifat mushabbiha o'zining fe'lini amalni qildi, al-xulqu fa'ili bo'ldi. Shuning uchun ma'muli fa'ilga asosan pash bo'ldi deymiz. Muhammadun al-hasanu xulquhum shunga o'xshagan fa'il. Muhammadun al-hasanu xuluqul abi, buningda xuluqu degan ma'muli fa'ilga asosan pash bo'ldi. Muhammadun al-hasanu xuluqu abin, bu yerdagi xuluqumi fa'ilga asosan pash bo'ldi. Muhammadun al-hasanu xuluqu abihi, bu yerda
Bu yerda bu xuluqu degan ma'muli fa'illik qasansancho tashuvda deymiz. Endi zivarcho desa zivarlik o'quvli bo'ladi, maf'ulun bih o'xshatib turib agar ma'mul ma'rif bo'lib qolsa va tamizlik asosan zivar o'qiymiz agar nakir bo'lib qolsa. Muhammadun al-hasanul xuluqa deymiz. Bu yerda al-hasan degan sifat mushabbih o'zining fe'lini amalni qildi. Ya'ni hasuna degan fe'lni amalni qildi. Hasuna degan fe'lning tagidagi huwa degan domirsi fa'ili al-xuluqachu maf'ulun bih. Muhammadun al-hasanu xuluqahu. Bundan o'xshashlar. Xuluqaning bo'ldi maf'ulun bih. Muhammadun al-hasanu xuluqal abi. Bundan o'xshash. Demak, buningki hamma ko'rinishi, ya'ni eng oxirgi ko'rinishidan boshqa hamma xil holatida maf'ulun bihlikqa o'xshatib turib qanday bo'ldi? Zivar bo'ldi deymiz. Mushabbihaning ma'mulini. Oxirgi holati, ya'ni Muhammadun al-hasanu xuluqan degan bu yerdagi xuluqan degan ma'muli mushabbihaning tamizlik asosan zivar bo'ldi deymiz. Chunki bu yerda nakir o'g'illik uchun. Bu xil holatda faqat zivarlik holat bilan keladi. Endi zircho bo'lsa ikki xil holatda, 6 xil holatni ikki xil holat qanday qilib zir o'qilib bo'ldi izofatlik asosan. U qaysi deganda Muhammadun al-hasanul xuluqi deb bu yerda zir qilindi. Ya'ni ma'mul sifat mushabbih alif lam nuq bo'lsa, ma'mul alif lam nuq bo'lsa zir qilib bo'ldi. Yoki ma'mul sifat mushabbih alif lam nuq bo'lgan vaqtda alif lam nuq narsaga izof bo'lgan vaqtida undan keyin zir qilib. Undan boshqa xil holatda, ya'ni sifat mushabbih alif lam nuq bo'lib, undan boshqa ma'mulning to'rt holatida uni zir qilib bo'lmaydi. Mana Muhammadun al-hasanul xuluqida xuluqini mudofun ilayhi deb zir qilib bo'ladi. Muhammadun al-hasanu xuluqil abi debcho, bu yerda mudofun ilayhi qasasan zir qilib bo'ladi. Bu sifat mushabbihada mudofga alif lam qilsa bo'ladi. Buning qolgan to'rt xil holaticha zir qilib bo'lmaydi. Masalan, Muhammadun al-hasanu xuluqi abin deb alif lamsiz bir ism qilib bo'lib qolsa, izofat bo'lib qolsa, buni zir qilolmaydi. Yoki bu yerdagi ma'mul alif lamsiz qilib zir qilolmaydi. Masalan, Muhammadun al-hasanu xuluqin deganolmaydi. Chuqur uni alif lam kelgan vaqtda zir qiladi. Demak, biz yuqorida so'zlagan ma'mulning 6 xil holatiningki 2 xil holatda zir qilib bo'ldi. Sifat mushabbih qanday bo'lsa, sifat mushabbih alif lamliq bo'lsa. Amma sifat mushabbih alif lamsiz bo'lsa, biz yuqorida so'zlagan 6 xil holatningki 5 xil holatning hammasi qanday qilib bo'ldi? Zir qilib bo'ldi. Bu 6 xil holatning bir xil holati, ya'ni ma'mulningki nakira bo'lishi. Ma'mulningki nakira shundaqla sifat mushabbihamicho mayl nakira bo'lsin, mayl ma'rif bo'lsin, bu yerda tamiz bo'lib zivar o'qilgan bir holat bor, bu faqat zivar holatidan keladi. Demak, mana bugungi darsdagi sifat mushabbihaga aloqador bo'lgan darsimiz bu yerda oxirlashdi. Buningki oxirida bir ko'nikmalar berilgan, buni ishlash sizlar uchun intayin muhim. Masalan, birinchisi ayyin fima ya'ti sifatul mushabbiha va bayyin wazniha deydi. Bundagi sifat mushabbihani muayyanlashtiring va uningki vaznini, turini, qilibini bayon qiling deydi. Masalan, at-ta'iru jamilun rishuhu hasanun manzaruhu desam, balki jamilun deganninki sifat mushabbiha. Hasanun degancha sifat mushabbiha. Buning o'lchami qaysi? Simoiy chiqadi, fa'ilun, fa'alun o'lchami. Mushunga o'xshash buningki sifat mushabbihani yozsa, undan keyin uning vaznini yozsa. Qolgani sizlarga topshiriq qilib qoldi. Unda bo'lsa vaqtlashlar bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Biz kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.